Oz onasiga qo'l ko'targan yigitning qismati. Hindistonning gavjum va tarixiy burchaklaridan birida masjidlar va ibodatxonalar yonma-yon joylashgan joyda bir oila yashardi. Bu shahar havosi doimo ziravorlar, yasmin gullari hidi va ibodatxonalar karnaylari hamda azon ovozlari bilan to'la edi. Turli e'tiqodga ega insonlar yashaydigan bu shaharda ushbu oila o'z islomiy qadriyatlarini asrashga intilardi. Ota-ona sabr-toqat va mehnat bilan kun kechirar edi. Ammo ularning o'spirinlik davridagi farzandi xato yo'lga kirib qoldi. Yosh yigit madaniyatlar va mafkuralar qorishib ketgan muhitda ulg'ayardi. U o'z ajdodlarining ibratli tarixidan saboq olish o'rniga yangi oqimlar va begona muhitga qiziqib qoldi. U o'zligini izlash jarayonida diniga begona bo'lgan, oilaviy qadriyatlarga nisbatan yashirin nafrat saqlaydigan guruhlarga qo'shilib qoldi. Bu yangi do'stlar uni o'tmish kishallaridan ozod bo'lishga undashardi. Yigit asta-sekin oilasining ilmi va odobidan uzoqlasha boshladi. Kunlarini ko'chalarda yomon do'stlar bilan o'tkazardi. Bu muhit uning fikrlariga jiddiy ta'sir qildi. U endi ota-onasini g'amxo'r deb bilmas, aksincha, ularni o'z ozodligiga to'siq deb hisoblar edi. Har safar uyga qaytganida tushunarsiz bir g'azab bilan kirib kelardi. U qilayotgan har bir harakati ota-onasining qalbini yaralayotganini bilmasdi. Bir vaqtlar Xudo zikri va Qur'on tilovati bilan to'la bo'lgan uy endilikda janjal va notinchlik maskaniga aylandi. Yigit bu davrda ma'naviy ko'rlikka duchor bo'lgan edi. U nurga to'la hayotni qanday qilib jaholat zulmati bilan almashtirayotganini sezmasdi. Otasining hayotiy tajribaga asoslangan so'zlari uning quloqiga ma'nosiz tovushdek eshitilardi. U o'z xayoliy dunyosida yashardi. U yerda hamma narsaga ruxsat bor edi. Lekin aslida u har kuni halokat tubiga bir qadam yaqinlashardi. Bu fojiali jarayonning boshlanishi edi. U vaqt o'tishi bilan nafaqat o'zini, balki butun oilasining xotirjamligini barbod qildi. Oiladagi vaziyat kundan kunga og'irlashib borardi. Yomon do'stlarining mafkurasi ta'siriga tushib qolgan yigit ota-onasini ham o'z dinidan qaytarmoqchi bo'ldi va ularning tuyg'ularini yaralash uchun har qanday fursatdan foydalanardi. Bir kuni mehribon ona ibodat qilayotgan paytda yigit xonaga kirib keldi. U katta nafrat bilan onasining tagidagi joy namozni tortib oldi. Ona ko'zlari yoshga to'lib o'g'liga qaradi, ammo yigit g'azab bilan joy namozni pora-pora qildi. Bu mato bo'laklari shunchaki mato emasdi. Ular onaning yaratuvchi bilan bo'lgan bog'liqlik belgisi edi va yigit buni shafqatsizlarcha yirtar edi. U hatto boshqa din vakillari ham eshitishdan uyaladigan qabih va haqoratli so'zlarni aytardi. Bu qilmishlar shunchaki isyon emasdi. Bu o'z jonini u uchun fido qilgan insonlarga qarshi ma'naviy urush e'loni edi. Ota bu vaziyatda sukut saqlardi, ammo uning yuragi qon yig'lardi. U o'g'li chuqur zulmat bandida ekanligini va undan chiqish yo'li faqat chin dildan qilingan tavba orqali bo'lishini bilar edi. Ammo o'g'il o'sha lahzalarda faqat vayronagarchilik va ota-onani ozorlash haqida o'ylardi. Bu amallar yaratuvchi huzurida naqadar og'ir ekanligidan bexabar edi. U otasiga ham tahqirlovchi ohangda murojaat qilib, ularning dini unga zarar yetkazayotganini qayta-qayta aytardi. Yigit ota-onasini o'z do'stlarining diniga da'vat qilib, ular ham o'zi kabi ozod bo'lishlarini istardi. Ammo ota-ona butun dardi bilan faqat duo qilardi. Bu duolar ularning sabrini ko'rsatar edi. Yigit bu sabr zaiflikdan emas, balki iymon qudratidan ekanligini tushunmasdi. U jaholatga g'arq bo'lib, bu qilmishlari uni zamonaviy va kuchli shaxsga aylantiradi deb o'ylardi. Uning har bir haqoratli so'zi onaning qalbiga o'q kabi sanchilardi. Ammo ona unga hech qachon yomon duo bilan javob qaytarmasdi. Ularning bu sukuti yigitni yanada g'azablantirardi, chunki u ularni yig'latmoqchi, o'z e'tiqodidan voz kechishga majbur qilmoqchi edi. Shahardagi havo issiq. Yigit do'stlari bilan shahar chetidagi o'rmonzorga uzoq muddatli sayohatga chiqishga qaror qildi. U onasiga orqasida yirtqich yo'lbars, rasmiy tushirilgan sevimli futbolkasini dazmollashni buyurdi. Hali ham mehribonlik bilan o'g'lining qalbini yumshatishdan umidvor bo'lgan ona titroq qo'llari bilan kiyimni dazmollashga kirishdi. Ehtiyotsizlik tufayli issiq dazmol yo'lbars rasmi ustiga tushib, uni kuydirib qo'ydi.
Yigit xonadan chiqib kelib bu holatni ko'rgach, g'azabdan yonib ketdi. U bu shunchaki kichik bir baxtsiz hodisa ekanligi haqida o'ylamadi ham. Shafqatsiz harakat bilan u onasining yuziga tarsaki tushirdi. Zarba shunchalik kuchli ediki, ona yerga yiqildi. Bu holatda ham yigit to'xtamadi. U onasining qulog'idan, otasining to'y kunida sovg'a qilgan tillo ziragini yulib oldi. Onaning qulog'idan qon oqa boshladi. Yigit kuydirilgan kiyimini oldi-da, ortiga qaramasdan eshikdan chiqib, do'stlari tomon yo'l oldi. U erkin va mas'uliyatsiz sayohatga g'arq bo'lish uchun ketdi. Ona o'sha yerda, uyning polida, ko'zlari yoshga to'lib qoldi. Bu zarba nafaqat jismoniy, balki onaning insoniy sharafiga berilgan zarba edi. Yigit qo'lida zirak bilan, xuddi katta bir g'alabaga erishgandek, masxaraomuz tabassum bilan uydan chiqib ketdi. U bu dard chekayotgan onasi bilan so'nggi uchrashuv ekanligini bilmasdi. Ko'chada do'stlari uni kutishardi. Ular yigitning bunchalik shafqatsizlik bilan uydan chiqqanini ko'rib, xursand bo'lishdi va uni qanday qilib qahramonlarcha o'zini himoya qilgani bilan maqtashdi. Yigit o'sha damlarda o'zini ishonchli his qilardi. U asta-sekin uni odamiylikdan uzoqlashtirardi. U taqdir unga qanday dahshatli rejalar tayyorlab qo'yganini bilmasdi. U ortga yo'l bo'lmagan sayohat tomon katta tezlik bilan ketardi. Do'stlar guruhi o'rmon qa'riga kirib borishdi. Hindistonning bu hududi o'zining yovvoyi tabiati bilan mashhur edi. Ulkan banyan daraxtlari o'zining osilib turgan ildizlari bilan go'yoki ular bilan gaplashayotgandek edi. Hali ham o'z g'azabi ta'sirida bo'lgan yigit ichida ota-onasini xo'rlashning yangi rejalarini tuzardi. Ammo o'rmonda muhit o'zgardi. Qushlar ovozi tindi-yu, esayotgan shamol go'yoki o'lim hidini olib keldi. Undan ham beparvaroq bo'lgan do'stlari har yoqqa tarqalib ketishdi va yigit o'rmonning bir chekkasida adashib qoldi. Shu lahzada yigitning qalbida noma'lum qo'rquv paydo bo'ldi. U onasini qanday xo'rlaganini, joynamozni qanday yirtganini va zirakni qanday yulib olganini esladi. Bu xotiralar uning miyasida zaharli ilondek charx urardi. U ortga qaytishni, kechirim so'rashni istardi, ammo qanchalik atrofga boqmasin, qaytish yo'lini topa olmasdi. Ulkan daraxtlar go'yoki uni o'rab olgandi va har bir singan shox kimgadir tegishli qadam tovushlarini eslatardi. U bu yerda, tabiat qo'ynida, adolat qonunidan hech narsa yashirin qolmasligini angladi. U butun borliq unga qarshi isyon qilayotgandek tuyuldi. U yo'l topish uchun atrofga qaradi, ammo har bir taraf bir xil edi. Vahima uning qalbiga o'rnashdi. Bu yolg'izlik, bu sokinlik, bu dahshatli sukunat unga naqadar zaif ekanini tushuntirdi. U hech qachon bunchalik yolg'iz bo'lmagandi. U hech qachon bunchalik qo'rqmagandi. U barcha gunohlari ko'z o'ngida namoyon bo'layotganini tushundi. U baqirmoqchi bo'ldi, ammo ovozi daraxtlar orasida yo'qolib ketdi. U nafaqat yovvoyi hayvonlar maskani, balki uning qilmishlariga guvoh bo'lgan o'rmon bandida edi. O'rmon zulmatida, quyosh botayotgan paytda yigit nafaqat adashib qolganini, balki uni ta'qib qilayotgan kimdir borligini sezdi. Butalar orasidan chaqnayotgan ko'zlar uni kuzatib turardi. Bu yo'lbars edi. Futbolkasida rasmiy bo'lgan hayvon. Bu yo'lbars futbolkadagi rasm emas, balki atrof muhitdan qo'rqmaydigan ulkan va qudratli bir maxluq edi. Yo'lbars sekin va o'lim keltiruvchi harakatlar bilan yaqinlashardi. Yigit qochishga harakat qildi, ammo oyoqlari yerga mixlangandek edi. Hayotining bu so'nggi lahzalarida u kelajagi haqida emas, balki o'tmishi haqida o'ylardi. U onasining yig'isini eshitardi. U barcha bu yillar davomida yolg'onda yashaganini angladi. Yo'lbars haybat bilan yaqinlashardi. Go'yoki bu yigit qanday gunohlar qilganini bilar edi. Yo'lbarsning har bir qadami taqdir zarbasidek edi. Yigit kechirim so'ramoqchi bo'ldi. Ammo bu yirtqich oldida so'zlarning endi ahamiyati yo'q edi. Yo'lbars sakradi. Bu tez va shafqatsiz hujum edi. Yirtqichning o'tkir tishlarga to'la og'zi yigitning bo'ynini g'ajib oldi. Yo'lbars uni o'rmon qa'riga tortib ketayotgan lahzada yigit bu maxluq nima uchun paydo bo'lganini angladi. Bu shunchaki yovvoyi hayvon emas, balki ota-ona muqaddasligini poymol qilgan kishi uchun ilohiy jazo edi. U hech narsa qila olmasdi. Qattiq og'riq va o'lim qo'rquvi butun vujudini qamrab oldi.
U qasos olinganini tushundi. U o'z onasi haqida o'yladi. Ehtimol u o'sha lahzada u uchun duo qilayotgan bo'lishi mumkin edi. U ularga pushaymon ekanini aytmoqchi edi. Ammo endi juda kech edi. Uning o'limi haqidagi xabar oilasiga yetib bordi. Va ota-ona farzand dog'ida yig'lar ekan. Ular u uchun duo qilib, Parvardigordan mag'firat so'rardilar. Bu qissa yoshlikda to'g'ri yo'ldan adashgan barcha kishilar uchun katta saboqdir. Ota-onani hurmat qilish bu iymon ustunidir. Bu ustun singanida inson yolg'iz va panohsiz qoladi. Hech bir do'st, hech bir mafkura va hech bir boylik ona duosining o'rnini bosa olmaydi. Yigit oxirida yo'lbars nafaqat uning jasadini pora-pora qilganini, balki dunyodagi har bir yomon amalni o'z jazosi borligini unga ko'rsatib qo'yganini angladi. Bu qissa har bir yoshning qalbida muhrlanishi kerak. Ota-onaga qo'l ko'tarish yoki yomon so'z aytishdan oldin dunyo qaytar dunyo ekanligini biling. Onaning har bir tomchi yoshi sarkash farzand uchun do'zax o'ti yoki balolar yomg'iri bo'lishi mumkin. Odamiylik shundaki, xato qilsak ham oilamizga qaytib, ulardan kechirim so'raylik. Bu oila tarixi g'amgin, ammo hayotiy saboqlarga to'la tarixdir. Buni eshitgan har bir yosh anglasinki, ota-ona bizning bu dunyodagi yagona haqiqiy boyligimizdir va ularning duosidan mahrum bo'lish hayotning o'zidan mahrum bo'lishdir. Bu qissaning oxiri emas, balki butun dunyodagi har bir musulmon farzand uchun chuqur mulohaza boshlanishidir. Jannat onalar oyog'i ostida ekanligini biling va hech qachon yomon xulq bilan uni boy bermang. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.